Tinch, hojilarni olib kirdik hozir. Hammasi ayollar alohida, erkaklar alohida kirdi ujinga. Avtobuslar tayyor, yukki transport vositasi ham tayyor. Hammasi joyida, ortiqcha odam yo'q, hammasi shu yerda ishchilari. Vaziyat tinch. Hacı otalar, bugungi boshlanayotgan qadamlaringiz muborak bo'lsin. Mana sizlar bilan birga ozgina suhbat qilib ketish oldidan bir duolarni olaylik deb hokim buvamdan birgalikda keldik. Musaffar Abdug'aniyevich o'zlarini fikrlarini o'zlaridan bir eshitamiz. Assalomu alaykum. Muborak ziyoratni muboraklik bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Avvalo mana yaxshi niyatda yo'lga chiqilyapti. Safaringiz bexatar bo'lsin. Beshikasi bo'lsin. Shunaqa sharoitni yaratib bergan hurmatli prezidentimizga katta rahmat. Xudo xohlasa duolar ijobat bo'ladigan joyga ketyapsizlar. Borib birinchi yurtimizni, viloyatimizni, tumanimizni duolarda eslaysizlar degan umidimiz, ishonchimiz bor albatta. Avvalambor yurtimiz tinch. Tinchligimiz bardavom bo'lsin. Yurtimiz sababchi bo'lib turgan bu rahbarlarimiz, xosatan prezidentimizni. Alloh umrlariga Alloh baraka bersin. So'zlarni butun dunyo prezidenti oldida so'zlarni keskir qilsin. Obro'larni Alloh baland qilsin. Ilon buyuliga hojilarni hajlarini mabrur qilsin. Sa'ylarni sa'iy mashhur bo'lsin. Yaxshi niyat bilan bosib kelgan qadaminglar qutlug' muboraklik bo'lsin. Odamlarni bor bo'lgan. Olifon domlarni ham shu 1,5 soat, 2 soat bo'ldi gaplashgan. Iloyim Alloh o'zi ko'rsin. Duo qilaylik Alloh taolo. Avvalambor yurtimiz tinch qilsin. Hozir mana bunday bir notinch davrda, mana Eron hali osmonni ochgani yo'q. Aylanib kelyapti. Mana shunday paytda prezidentimiz shunaqa chiroyli sharoit qilib berdi. Prezident Alloh rasuliga Alloh baraka bersin. Alloh yomon kunlardan panoh asrasin. Ilon tayyoralarimiz ham eson-omon o'sha haram shariflarimizga olib borib, bu yerdan eson-omon yana qaytarib olib kelishlarini Alloh nasib etsin. Amin.